Men ham qachonlardir sizning yoshingizda bo'lganman. Men ham darsga kech qolganman yoki dars qoldirganman. Men ham ba'zida uy vazifasini bajarmaganman yoki 2 baho olganman. Men ham o'qituvchimdan gap eshitganman yoki qaysidir sho'xligim uchun jazolanganman. Men ham qachonlardir loy suv kechib yurganman. Men ham hamisha qulay sharoitda yashamaganman. Bolalikdagi hamma orzularim ham ushalgan deb ayta olmayman. Lekin men bolaligimdayoq tushunganman, kuchli insonlar uchun hamma eshiklar ochilishini. 3-4 sinfimda matematika faniga qiziqib, turli xil shahar va viloyat olimpiadalarida ishtirok etganman. Keyinchalik 5-sinfimda sportga qiziqib ko'rganman va dzyudo sporti bilan shug'ullanganman. Undan keyinchalik 6 va 7-sinflarimda bo'lsa, turli xil narsalar yasashga qiziqqanman va hatto inkubator yasashga harakat qilib ko'rganman. Mana shu 7-sinfimdan boshlab kimyo faniga bo'lgan qiziqishim boshlangan va turli xil o'qituvchilar bilan birgalikda to'garaklarga ishtirok etganman. Men xalqaro fan olimpiadalar haqida 8-sinfimda birinchi marta eshitdim va o'z oldimga mana shu xalqaro fan olimpiadalarida ishtirok etib, unda yuqori o'rinlarga erishish maqsadini qo'ydim. Unga qadar 8-sinfimda ishtirok etgan Al-Xorazmiy olimpiadasining respublika bosqichida birinchi o'rinni egalladim. Va nihoyat 15 yoshimda birinchi marotaba xalqaro Mendeleyev kimyo olimpiadasida ishtirok etib, kumush medalga sazovor bo'ldim. Ammo mening maqsadim oltin edi. Men kurashni to'xtatmadim va o'z ustimda tinimsiz ishlashni davom ettirdim. Kuniga 6-8 soatlab kimyo bilan shug'ullanar edim va turli xil bayramlardan, dam olish kunlaridan va o'yin kunlaridan voz kechdim. Va 16 yoshimda men o'z maqsadimga erishdim. Ya'ni 56-xalqaro kimyo olimpiadasida ishtirok etib, oltin medalni qo'lga kiritdim. From Uzbekistan, Rahimov Dollar. Men oltin medal olgandan keyin hayotim o'zgarib ketdi. Ota-onam, ustozlarim, Buxoro viloyatidagi 35-umumta'lim maktabi hamda Toshkent shahridagi Abu Ali bin Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab jamoasi men bilan faxrlanishni boshlashdi. Ammo men bu natija bilan to'xtab qolmadim. Va 17 yoshimda 57-xalqaro kimyo olimpiadasida ishtirok etib, yana bir marta oltin medalga sazovor bo'ldim. Va bu erishgan yutuqlarim evaziga 1 milliard 40 million so'm pul mukofoti bilan taqdirlandim. Bir necha kun oldin davlatimiz rahbari bilan uchrashdim. Mening maqsadim O'zbekistonga birinchilardan bo'lib Nobel mukofotini olib kelish. Va davlatimiz rahbari menga yanada yuqori marralarni ko'zlab, ularga erishish uchun ishonch bildirdilar. Men ham qachonlardir siz kabi oddiy o'quvchi edim. Lekin hozir davlatimizdagi ilm-fan kelajakning bir qismi deb bilaman o'zimni. Va men bu natijalarga, bu maqsadlarga faqatgina mehnat bilan erishdim.